unboxing pichoq bo'ladi. Biz pichoq yo'qligi uchun boshqa pichoqni endi syomkalar tiniq maza qilib o'tib ofisimizga yangi texnikalar, syomka o'tlash olib keldik. Ofisimizni kattalashtirib studiya formatiga o'tkazyapmiz. Xudo xolasa bemalol podkast studiya bo'ladimi, boshqa syomkalar bo'ladi. Hammasiga karolatlar qilyapmiz xudo xolasa. Va zakazlarimiz kelibdi. Hoppa. Qanaqa unboxing pichoq bo'ladi. Biz pichoq yo'qligi uchun boshqa pichoqni endi ko'ramiz. Syomkalar tiniq. Mana mikrofonim. Ishlar ishlab ko'ramiz, xudo xolasa. Syomkalarni olib ishlab ko'ramiz va akselleri bor. Nima edi? Usubi Type-C ham ishlatib, telefonga, Samsungga, Androidga podkast studiyalar uchun RGB lampalari bilan ishlatuvlar bilan xudo xolasa podkastlarda chiroyli joylarda 5-6 xil fonlar bilan bemalol olamiz xudo xolasa. Nimasi bo'ladi? Yana bir 4 ta 5 texnikalar olish harakatidamiz. Tez orada shu oy oxirigacha inshaalloh olib kelib qo'yamiz. Yaxshi kunlar yashaylik, iloyim.